Xayrli kun hammaga. Yaxshimisizlar? Yaxshi tomonmisizlarmi? Yangi vlog, yangi kun. Tak, qaranglar. Ikkita bolam hozir cho'milyapti. Videoni yoqib qo'yganman. Tomosha qilib turibman nimalar qilishayotganini. O'zim esa bularga hozir ovqat tayyorlayapman. Chunki obedga ovqatimiz yo'q ekan. Qorningisi och. Вот, pyurimilkiyim keldi, dostavkalarim. Молочкам bilan холодильникka solib qo'ydim. Hozir obedga tezgina ozginagina qilib golubtsi qilib yuboraman. Keyin xudo xolasa ovqat yeb, ikkita bolam uxlaydi. Men ham dam olaman. Kunlatgancha rosa suv bo'lyapti. Ay, особенно homilador bo'lganda qiyin ekan. Xo'p. Amina 3-4 kundan beri qo'liga shu brasletик taqib yuribdi. Nima? Ha. Nima u pasho? Pashami, plashatkami? Plashatkaga borasanmi? Ikkalasi cho'milib chiqib qo'yishibdi. Golubtsi qilib qo'ydim. Golubtsi yeymiz. Amina ham yuryapti, qara. Pashomi? Yo'q. Plashatkami? Bo'ldi, plashatkaga boramiz. Nima qilamiz plashatkada yana? O'ynaymizmi? Yo'q. Voy, Amina oyog'ini yeyapti. Amina oyog'ini yeb qo'y. Yo'q. Yo'qmi? Nima qilamiz? Yiqib tushma, Xalid sekin. Pas. Ha, pash. Pasmi? Ha, hozir ovqat yeb ketma qilamiz. Uxlaymiz. Tarvuz yeymiz hozir. Yotib ol, uxlab qol, Xalid. Amina qara oyog'ini yeb yotibdi. Amina, oyog'ingni yema. Ko'zi bilan yeyaptimi? Tak, bu yerda bir dunyo baz suvda qo'yganman. Mana tayyor bo'ldi golubtsilarimiz. Hozir ovqatlanib berib, keyin uxlataman ikkalasini. Biz bugun qiz uyim keldik. Bugun adashmasam shanba. Oyim отпускаga chiqibdilar. Shunga ikkita bola bilan yugurib keldim. Yordam bering, qarab bering deb. Вот hozir aylanishga chiqamiz yana. Bloger bo'lish bir mazada, turli xil joylarga chaqirishadi. Salutga, ha. Biz aylanib Sulton Sulaymon keldik. Oyim uylarining yonida edi. Svet yo'q ekan. Kстати, bugun eng issiq kun. Eng o'sha anomalniy jara. Naryoqda plashatkada o'ynashyapti. Bolalar. Такой katta qonchishlamgina joy ekan. Ko'chalar ham chiroyli. Haliroq interyer ko'rsataman sizlarga. Bizda такой домашний vlog. Uyda o'tiribmiz. Xarid orqamda uxlayapti, Amina o'tiribdi. O'sha mikrofonni olib gapiryapti. Amina gapir. Ol, gapir. Yo, sen gapir, o'zing gapirgan. Toy qil. O'yinchoqda o'ynab o'tiribdi. Bularda. Xalid esa uxlab yotibdi. Amina gapir. Toy qilgan. Gapir. Ой, manda такой прям тяжесть bor. Такой прям orula. Yotsam yaxshi maza qilib yotibman, lekin yursam qiynalyapman. Shuning uchun почти bugun целый день yotdim. Oy, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Men hech qo'lim yetib bormayapti video olishga. Narsani bo'lishmoqchi edim, hozir video olgandim-da. Qaranglar. Bunaqa garshok. O'zinglar bilan birga olsanglar bo'ladi. Bu yana bundoq yig'iladi. Buni menga Munisa yubordilar. Kidsplay-ning content menejeri. Ular hozir akkauntlarini ham qoldiraman sizlarga. Sizlar ham podpiska qilsanglar bo'ladi. Instagramlarda juda ham ko'p mana shunaqangi layfhaklar, полезный narsalar qo'yadilar. Nutritsiologlar bilan besedalar, pediatrlar bilan o'sha suhbatlardan o'sha onalar uchun juda ham foydali narsalar qo'yadilar. Hozir sizlar bilan birga bo'lishim keldi. Chunki bir ularning videolarida mana shu narsani ko'rganimda rosa havasim kelgan edi. Интересный narsa ekan, ayniqsa o'sha hozirgina nima deylardi, garshok o'rgangan bolalar uchun такой полезный narsa.
Shunga nima qilsa bo'ladi, sizlar ham o'tvarsanglar bo'ladi ularga. Amina, skori nima deydi? Skori nima deydi? Mikrofonga yet. Skori. Tak, men oyimga mehmonga keldim. Ikkita bolaga qarab beryaptilar. Men dam olyapman, videolarim olyapman. Hozir Marojnikaga video otdim. Kстати, Svetlogorия firmasini brend face bo'ldim. Shuning uchun har kuni deyarli ular uchun videolar olib beryapman. Kun juda ham issiq. Ko'ylagim qarang qanaqa chiroyli. Oyimni shkafidan topib olib kiyib oldim. Oldingi safar ko'ksi shunaqangi og'zimga qolib ketgan ekan. Buni yana xizmatga keldik. Ay, qo'shib yuborishdi. Ambulan qaranglar. O'ynab o'tirishmoqda panda. Srazu to'polon boshlandi. Plashatka ketgan shunday yonimizda. Oldingi safar svet o'chib qoluvdi. Tepada muzikalar bo'lyapti. Men maqtagan akroshka keldi. Akroshka nima ko'ksi. Naryoda akroshka erimdi. Shashlik. Xalid o'tiribdi. Nima qani Xalid? Soat 9 bo'lganiga Amina уже uxlagisi kelyapti. O'zi Amina uyda qolish kerak edi. Uni uxlatib lekin uxlayotgan paytdan резко настроениялari ko'tarilib ketib, biz bilan birga boradigan bo'ldi. Otma, menga ber. Ber menga, ber. 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 Biz oyimnikidamiz. Ikkita to'polonchilarni qaranglar. Pardani ikkalasi biz anaqa qilib tashagan. Xotinimni uzib yuborgan. Kravatda o'zligisicha o'tirishibdi anaqa narsada. Voy, bolali uy. Hamma joy yoyilgan bo'ladi. Amina, gapir. Gapir Amina. Xalid. Ada. Xalid, gapir mikrofonga. Ada. Oyi. Amina, gapir, oyi degan. Mardon. Mardon keldi. Amina, gapir sanam. Oyi degan Amina. Amina. Xalid degan. Ada. Man video va man yonimda ikkita tomonim turib oldi. Tashni Amina uyg'ondi. Xalid esa uxlash kerak edi. Oji ko'ku degan. Voy, yaxshi ko'rasanmi Aminani? Xalid. Ama tama. Qayerga olib ketasan Aminani? Plashatkagami? Bo'l, plashatkaga borasan? Man degan Amina. Olib ketamiz plashatkaga. Ular shunaqa mana videolar olaman, ikkita bola uxlaguncha. Shunaqa protsess. So'chim jingalak qildim, sразу o'zgardi настроение. No, 2 kun shunda просто yuruvdim. Bugun juma, Burger and Lounge'ga keldik. Bugun juma emas. Qaysi kun bugun? Dushanba. Da? Bugun dushanba ekan, juma emas ekan. Nimadir juma deb yurgan ekanman. Plashatkada ham juma deb yurdim. Tak, Burger and Lounge'ga keldik. Qaranglar qanaqangi milkshake'lar bu shokoladnisi, Oreo. Milkshake, kстати, zo'r. Такой shokoladный привкуsi bor. Juda ham yoqdi, lekin bundan ham ko'proq yagnisi yoqdi. Tak, menda bu yerda borsh. Kapustalar katta ekanda. Nima qilibdi? O'zingga roqat desam, kapusta bahona qilib yuborsanmi? Нет, я просто разолью дома, yetib borguncha. Попробуйте. Он не горячий, ну так нормально, me'yoriga, tepленький. Вкусно, да? Так, борщ. Ertalabdan beri borщ yegim kelyapti. Прям красный, наваристый борщ. Yo'q, shimon borщ ichadi. Aniq shimon. Hozir beraman.
Bosh yomdi. Bunaqa smetana, izeli. Yana bu yerda burger. Так, naryoqda Xalit, как всегда, free yeb o'tiribdi. Kстати, men maqtagan ягодный milkshake вообще zo'r ekan, biroq olib ko'ringlar, yeb ko'ringlar. Joyi nomi Burger and Lounge Maksim Gorkiyda choyxona saloni yonida joylashgan. Yo'da Amina. Naryoqda plощадка bor. Shunda anaqa nyankasi ham bor. Bolalarga qarab turadi, бесплатно nyanka. Yaxshimi Xalit, shirinmi? Zo'rmi? Hozir yana asarchi shashlik zakaz qilamiz, shashlik ham keladi. Kartoshka beruvdim. Dayum. Ha? Bumi? Bumi? Pasha. Uy, shirinligini o'pisi. Shashlikni podachasini qarang, qanaqa qiziq buxankada. Shashliklar, ovoshlar. Mana shashlik. Интересно ekan. Yesammi? Burger. Shuni o'zinimi? Yaxshimi Amina, shirinmi? Yoqyaptimi? Voy, ko'p tushdi ana bu butulka. Ye. Nima o'ynayapsan, Xalit? Kamaz. Kamazmi? Ana. O'ynayapsan traktor? Ana. Zo'r, o'yna. Kimga bolalarga mazza. Xalit naryoqda rol aylantiryapti. Bu qiz esa umuman бесстрашный gorkadan tushyapti. Tush Amina. O'zini qo'yib tusholmaydi. Tush, qo'y. Chak tepaga. Hamma qizlar shunaqami? Бесстрашный. Bizda такой домашний kun. Ertalabdan uylarni yig'ishtirib oldim. Orqamda ikkita bola o'ynab yotibdi, o'zligicha baqirishyapti. Nima deb baqiryapti deylar? Voy degan. Amina uxlab qolma. Bu yoqda Xalit yotibdi, bu yoqda esa Amina. Hozir ikkita bolani uxlatib keyin sizlarga nechinchi hafta hozir ketayotgani haqida o'zimni hissiyotlarimni aytib beraman. Juda bu galgi rodlar juda ham cho'zilyapti, chunki o'g'limni rovna 39 hafta tug'gan edim, qizimni rovna 38 hafta tug'ganman. Hozir esa 39 necha 5 hafta adashmasam, 5 kun. Lekin hech ham tug'ruq haqidan anaqalar yo'q. Amina to'xta. Aminani o'tir. Gapir Amina. Edi. Biz bugun taomnikiga keldik. Biz shashliklar mazali hovlida suvli sepilgan shashlik. Amina! Bodring yeyapti Amina. Voy, hovlida mazza, mevalar, birinchilar. Naryoqda shashlik pishyapti. Basseyn. Zo'r.